Assalomu alaykum hammaga. Xayrli tong. Biz ishlarimizni boshladik. Bugun noldan kelgan shogirdim Umida bilan biz darslarimizni boshlaymiz. Bugungi mavzumiz o'sha yana takrorlash, yuz shakllarini, turini bilib olish. Mana bu yuzimiz avvalgi yuz, dumaloq yuz, serdechka, mana sochi ham serdechka ochilgan uchun serdechka, rombik, to'rtburchak va mana bu uchburchak yuz turi. Chunki pasti kengayib, tepasi kichrayib, ozgina kichikroq ketgani uchun bu uchburchak yuz turi deyiladi. Qo'shlarni o'tamiz va yuzga konturing qilamiz bugun. Mana bu yuzimizga kontur qilamiz. Biza birinchi bo'lib yuzga konturing berishdan biza yuzni o'sha yuzga shakl berish uchun orientir olamiz. Orientirlarimizni olamiz, keyin esa kontur beramiz.